Sherzod, qarang, aholi orasida aslida noto'g'ri bo'lgan, lekin ko'pchilik to'g'ri deb biladigan 5 ta yuridik mif bor. Birinchisi, shartnoma agar yozma tuzilmasa, hech qanaqa qonuniy kuchga ega emas degan. Fuqarolik kodeksiga asosan og'zaki shartnomalar ham tuzilishi mumkin. Ikkinchisi, ichki ishlar xodimi xohlagan paytida, xohlagan joyda sizni to'xtatib, telefoningizni tekshirishi mumkin. Lekin qonunchilik bo'yicha, ya'ni Jinoyat protsessual kodeksi, tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunlarga asosan belgilangan normalar bor, ya'ni qoidalar bor. O'sha holatdagina ikkita xolis bilan siz telefoningizni tekshirishi mumkin yoki sudda qarori, ya'ni sanksiyasi bilan. Uchinchi mif, nikoh davomida er-xotinning mulki faqatgina erga tegishli degan. Oila kodeksiga asosan nikoh davrida ortilgan mulk er-xotin o'rtasida teng taqsimlanadi. To'rtinchi mif bo'lsa, bu ishdan bo'shatishda ish beruvchi xodimni og'zaki ogohlantirishi o'zi yetarli degan. Mehnat kodeksiga asosan ish beruvchi xodimni ishdan bo'shatmoqchi bo'lsa, rasmiy ravishda yozma ogohlantirishi shart. Va oxirgi 5-mif, notarial tasdiqlanmagan qarz berish va qarz olish to'g'risidagi tilxat hech qanaqa kuchga ega emas degan. Fuqarolik kodeksiga asosan tilxat sudda dalil sifatida o'tishi mumkin. Miflar nimadan tarqagan? Odamlar o'zining huquqini bilmaganligi natijasida shunaqa noto'g'ri ma'lumot tarqagan.